Javobsiz qo'lingizga asbob yarashibdi judayam sizbob. Nima chalasiz o'zi, nima bu tormi? Sizniki tormi? Sizniki tormi? Maniki dutor. Maniki tormas, maniki dutor. Jarangda Qo'shiqni qaranglar. Sizniki tormi? Meniki dutor. Mana aka nima deyotdi? Ana qanaqadir ko'rsatuvga chiqib olib, men Sia eshitaman, Eminem eshitaman, haqiqiy reperlarni eshitaman deb Bad Boyga aytayotdi. Men sizlarni eshitmayman, tanimayman. Yosh boladan Eshitganman. o'ttasigacha plyus Qarang, men bitta 1 minut yoki 1 minut. Men agar rep eshitmoqchi bo'lsam, men Tia eshitaman, Eminem eshitaman. Haqiqiy reperlarni eshitaman, uka. Ha, o'zingiz yorib yoribsiz-ku aka, qo'shiq aytishdi ham. Qo'shiqmi nima bu? Tez aytishmi bu? O'qishmoqmi, nima aytyapsiz? Undan oldin ham bitta qo'shiq aytdingiz. Qayerdagi nima degan qo'shiq edi hozir? Hozir aytaman. Umuman yemagan kiyimlarni kiyib olib turib, "Men bildim, sen ko'chanikisan." Ko'ringlar. Men bildim, sen ko'chanikisan. Haqiqiy reperlarni eshitaman, uka. Bersa, o'shanikisan. Men bu janr yoshligi nimadir berishini xohlayman. Qopgandagi va'dalaring qattasani, men bilan tenglashtirganlaring lattasani. Bitta gapni o'zing uchun biloy. Bitinam, ketinam bittasan. Mana shunaqa qo'shiqlarni o'zingiz aytib, yana katta ketasiz. Mana Sia eshitaman, Eminem eshitaman. Oddiy anaqalarni eshitmayman. Qo'ying aka. Ko'rdik, vobshe yorib yoribsiz borku, qo'shiq aytishdi ham. Qayerga kelib qolgan aka bu ideya sizga? Tualetda kelib qolganmi bu ideya? Bu qo'shiqni. O'zingiz yozib olgansizmi deyman. Vobshe qo'shiq konchindi-ku. Siz u juri bo'lmang bunaqa ko'rsatuvlarga. Qo'ying, mana shunaqa qo'shiqlarni aytib yuravering. Seniki tormi, meniki tor deb. Qo'shiqni qaranglar bular.